أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله aile terbiyesi hakkındaki dersimiz devam kılavatıdı. Ötken qitimlik söhbetlerimizde erlerning ayollar ustidagi haqlarini so'zlab o'tdik. Buni yana bir mandan aytgan vaqtimizda ayollarning erlar oldidagi mas'uliyat, majburiyati desakmi bo'ladi. Ba'zilari bevosita erlarning ayollar ustidagi haq, huquqlari bo'lgan bo'lsa, ba'zilari ayollarning erlar oldidagi mas'uliyat, majburiyatlariga doir mazmunlar. Bugun to'xtaladigan temamiz erlarning ayollar ustidagi haq, huquqlaridan 9-haqqi erning obro'yini himoya qilish. Bu yuqorida dedik, yana bir ma'nodan qaraganda ayolning er oldidagi mas'uliyati, majburiyati. Obro'yini qo'g'dash bu butun insonlarning oldidagi majburiyat. Bo'libmi musulmonlar bir-birining obro'yini qo'g'dash bu texmi shar'iy majburiyat. Urug' tuqqan, yaqin yo'liq do'st birodarlar bo'lib qolsa, texmi bakrak obro'yini qo'g'dash, himoya qilish talab qilindi. Hamda er ayol bo'lib qolsa desa, bu texmi bitariq a'la talab qilinadigan insoniy, vijdoniy va shar'iy majburiyat. Bo'libmi ayol kishining o'zining erining obro'yini qo'g'dishi bu texmi bakrak birinchi o'rinda turadigan shar'iy majburiyat. Butun insoniyat dunyosiga nisbatan ayol kishining erining obro'yini qo'g'dishi eng oldida turdi. Albatta, er kishining ham turli yo'llar bilan o'zining ayolining obro'yini himoya qilish bu ham erning mas'uliyat majburiyati va ayol kishining ham haq huquqlaridan qatoridan. Onun qaraganda ayol kishining o'zining erining, ya'ni o'zining oila boshlig'ining, himoyachisining obro'yini qo'g'dishi bu texmi talab qilindi. Ayolning o'zining erininki obro'yini himoya qilishi, qo'g'dishi erining shu ayol ustidagi ma'naviy haqqi. Haq moddiy, ma'naviy deb ikkiga bo'lindi. Bir musulmon ustidagi haqlari ham ya moddiy bo'ladi, ya'ni ya iqtisodiy ya moliy bo'ladi, yoki ma'naviy bo'ladi. Ma'naviy haqlar deganimiz, ana shu obro'yini qo'g'dash, qarshi tarafning ustidan fitna qilmaslik, tuhmat qilmaslik, suxanchilik qilmaslik, til bilan azor bermaslik, g'aybatini qilmaslik qatorliqlar mana bu ma'naviy haqlar. Iqtisodiy, moddiy haqlarni hammamiz bilamiz. Qarshi tarafning mol mulkini qo'g'dash, mol mulkiga tajovuz qilmaslik, mayli u pul pichak bo'lsin, oltin kumush bo'lsin, yoki kiyim-kechak, yemak-ichmaklar bo'lsin, har holatda shu kishiga tava qanday bir mol mulk bo'lsin, tajovuz qilmaslik, u haqni qo'g'dash, himoya qilish. Bu yerdagi biz to'xtalayotgan erning ayol ustidagi 9-haqqi bo'lgan erning obro'yini, inovatini himoya qilish bu erning shu ayol ustidagi ma'naviy haqlarining qatoridan. Agar bu dafsanda bo'lsa, qiyomat kuni buning savol so'riqi bo'ladi. Agar shu er rozi bo'lmay dunyodan ketib qolsa, Alloh subhanahu va taolo u ayolning gunohidan o'tishdan ilgari shu erini rozi qilgan qadar tashlab qo'ydi. Haq shundaq. Bandaning haqqi qiyomat kuni agar qolib qolgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo shu bandani rozi qilmaguncha tashlab qo'ydi. Allohning haqqiga kelsak, Alloh xolis kechirdi, xolis azoblaydi. Lekin banda pixsiq, bexil bo'lganlik uchun unda Alloh subhanahu va taolo o'xshash rahim, shafqat, mehribon bunda komil sifatlarga ega bo'lmaganlikdan bandaning kechirishi qiyin. Vallohu alam shu vajidan bo'lsa kerak, va yoki Alloh subhanahu va taoloning adolati bo'lsa kerak. Agar bir bandaning yana bir banda ustida qandaylikin bir moddiy yo ma'naviy haq qolib qolgan bo'lsa, qiyomat kuni shuni ado qilmaguncha u bandani tashlab qo'ydi ekan. Endi bir ayol kishi o'zining erining obro'yiga daxl ta'riz yetkazgan bo'lsa, erining obro'yini qo'g'dimagan bo'lsa, yoki erining obro'yiga daxl yetadigan gap so'z harakatlar bo'lgan bo'lsa, albatta bandaning haqqi tajovuz qilganlik nuqtasidan Alloh taolo bu ayol kishini ham qiyomat kuni shu er rozi bo'lgan qadar tashlab qo'ydiganligi shu hadisni chiqadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astag'firullah solih ayollarni sifatlab kelib, hafizatun lil g'aybi bima hafizalloh. O salih ayollar shunda ayollarkin erlari yo'q vaqtida Alloh taolo muhofazat qilishga buyurgan, o'zining iffitini, erining obro'yini, mol mulklarini muhofazat qiluvchi, qo'g'dug'uvchi ayollardir. Eri yo'q vaqtida erlarning haq huquqlarini, shuning qatorida obro'y inovatini, mol mulkini va u ayol o'zining iffitini qo'g'dug'uvchi ayoldir deb salih ayollarning sifatini Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Erning obro'yini qo'g'dash lozimligi mush oyatdan ham chiqyapti. Ya'ni salih ayollarning sifati ekanligi o'tirib qo'yilyapti.
erning obro'yini qo'g'dash qaysi taraflardan bo'ldi desak, asosli ikki tarafdan bo'ladi. Birisi bevosita o'zining erining inovatini qo'g'dash. Ya'ni eri haqida qalaymaqan gap so'zlarning bo'linishining oldini olish va o'zi ham erining ustidan obro'yi dafsanda bo'ladigan, obro'yini to'kadigan gap so'z harakatlardan yiroq turish. Erim andaq, erim mandaq, kecha chuqlamaydi, telefon ko'rdi va yoki telefonda men ani ko'rayotganligini ustiga tushib qoldim, ayol kishi bilan so'zlashayotganligini ustiga tushib qoldim, yoki bolalarimga andaq muomala qildi, mandaq muomala qildi, sirtli kishilarga nisbatan aytam do'stona, uyga kelganda zo'migar degandek masalan. Rost shunday sifatlar erda tepilgan taqdirdimi? Mana bu narsalarni boshqalarga pash qilish, boshqalarga buni hikoya qilib berish va yak to'shakdagi ba'zi bir erning ojizliklarini, kamchiliklarini, xatoliklarini boshqalarga bayon qilish, mana bu erning bevosita obro'yini, inovatini to'kkanlik. Bu ayol kishiga harom. Biz erga aziyat bermaslik degan ilgirlik bir suhbatimizda bu haqda tafsilot to'xtalgan edik. Demak, erning obro'yini, inovatini qo'g'dash birinchidan shu ayolning bevosita o'zining erining inovatini qo'g'dashni o'z ichiga olgan bo'lsa, ikkinchi bir taraf erining obro'yini qo'g'dash doirasiga shu ayol o'zining va oilasining inovatini qo'g'dash ham kirib ketadi. Agar bu ayol o'zining inovatini, obro'yini qo'g'damay, gap so'z, axloq, harakatlarda xatolik tushib qolsa, bu o'xshash erining obro'yiga daxl yetkazadigan bir ish. Ya'ni erining obro'yini tushirganlik bo'ladi. Chunki u ayol erning numusi, sharifi. Ayollarning iffati o'xshash erning iffati. Ayollarning iffati to'kilganlik, inovati to'kilganlik, obro'yi daxl tarzga tushirganlik, axloqi buzilganlik bevosita erga ta'sir ko'rsatadi. Palonchining xotini emas bu. Voy, palonchining ayoli ekan deb o'sha erning ismi bilan atiladi. Shu vajidan ayolning o'zining obro'yining to'kilishi, iffatining, axloqining buzilishi bu yana erga ta'sir ko'rsatadi. Undan boshqa oilaning inovatini qo'g'dash ham erning inovatini qo'g'daganlik. Oilaning tuzumi, oilaning kirim chiqim ahvollari, ailedagi bolalarning inovati, obro'yi, aileningki mehmon kutish, kishilar bilan bo'lgan munosabat qatorliq jihatlarda ailening inovatini, obro'yini qo'g'dash, ayib nuqsonlarini sirtqi pash qilmaslik, mana bu o'xshash erning inovatini qo'g'daganlik bo'lib hisoblanadi. Chunki u ailening boshlig'i shu er. Yuqorqi oyatda ham hafizatun lil g'aybi bima hafizalloh. Erleri yo'q vaqtida erlarininki haq huquqlarini muhofazat qiluvchi ayollar deganidan mushu ham kirib ketadi. Eri yo'q vaqtida o'zining iffatini saqlovchi va erning mol-mulklarini muhofazat qiluvchi ayollar deb solih ayollarning sifatini so'ziga yeydi. Mana eri yo'q vaqtida gap so'zda, sharikatda, axloqda, diyonatda, boshqa erlar bilan so'zlashmaslikda, uchrashmaslikda, telefonlarda o'zaro rasmlarini yo'llashmaslikda, namahram erlar bilan qalaymaqan aloqa va gap so'z muomalalarda bo'lmaslikda o'zini saqlash demakchi. Bu erni qo'g'daganlik. Yuqorqi oyatdan shu mazmun ham chiqadi. Oilasining inovatini qo'g'dashmi? Kengaysak shu oyatdan ham chiqadi. Yuqorqi so'zimizni muhaddislardan Ahmad Shakir sahih hadisning qatorida sanagan Abu Hurayra radhiyallohu anhudan kelgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan ekan: "Xayrun nisa'i imra'atun iza nazarta ilayha sarratk." Ayollarning eng yaxshisi qachonikin sen uning nazar tashlasang, seni xursand qiladigan, va iza amartaha ata'atka. Va qachonikin sen uni bir ishga buyursang, sen itoat qiladigan, va iza ghibta anha hafizatka fi nafsiha va malik. Qachonikin sen yo'qib qolsang, uyda bo'lmay qolsang, safarga chiqib ketgan bo'lsang, ribat jihatlarga chiqib ketgan bo'lsang, u ayol o'z nafsi borasida seni muhofazat qiluvchi va sening mol-mulkingni himoya qiluvchi, uning yaxshi qaranchi qo'g'uvchi ayoldir. Mana mush ayollarning eng yaxshisi, dunyo ayollarining esili. Shu sifat so'zni o'tadi bu yerda, qarasang seni xursand qiladigan. Chiroyidan, gap so'zidan, kiyim kichikidan, xushbo'yligidan seni xursand qiladigan va ishqi buyursang, sen itoat qiladigan va sen yo'qib qolsang, haq huquqlaringni muhofazat qiladigan ayoldir deb o'tadi. Anadan keyin payg'ambar alayhisalom "Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa" erlar ayollar ustiga homiy qilindi, boshliq qilindi degan mush oyatni tilovat qildi deydi. Mana yuqorqi hadisda ham eri yo'q vaqtida erning obro'yini, mol-mulkini muhofazat qilish solih ayollarning sifati ekanligi o'tirib qo'yiladi. Shuning uchun yuqorqi oyat hadislardan
erning obro'yini va mol mulkini muhofazat qilish ayolning ustiga vojib bo'lib tushadi. Ya'ni farzayn bo'lib tushadi. Biz vojib desak, jumhur ulamolarining qarshidagi farzaynni ko'rsatamiz. Qilsa ajr beriladigan, qilmasa jazoga uchraydigan, azobga uchraydigan amal shariatimizda vojib deyildi. Shuning uchun erning obro'yini qo'g'dashda, erning sharafini qo'g'dashda bu ayol yo'ldan chiqmaslik, haddidan oshmaslik lozim. Buning sal qaramaslik lozim. Buning uchun mayli gap so'z sharikatda fohisha qiliqlardan qat'iy uzoq turishi, buzuq ko'chalarga berib qolmasligi, qalbida agirlik bor, niyati yomon kishilar bilan muomalalar bo'lib qolmasligi, xosatan umuman namahram erlar bilan aloqalarda, munosabatlarda bo'lmasligi va buning sabablariga qat'iy yaqin kelib qolmasligi, ko'ch-ko'ylarga yasinib chiqmasligi va yuqorida degandek namahram ajnabiy erlar bilan aralashmasligi, gap so'z qilishmasligi, ular bilan o'ltirib qo'pishmasligi va bir yerlarda xoli qolmasligi lozim. Va erning iznisiz hech qanday kishini uyiga boshlamasligi lozim. Mana bu shunday qilgan vaqtida anandan keyin o'zining ustidagi vojibat bo'lgan erning obro'yini qo'g'dash kafolatga ega bo'ladi. Bo'lib hozirgidek har bir ayolning qo'lida oz deganda birdan telefon bo'lgan mana bu vaziyatimizda erning obro'yini qo'g'dash ayollarga nisbatan xili tezki to'xtayotadi. Shuning uchun mushunga sabab bo'lib qolgan ishlardan ayollar uzoq turishi lozim. Masalan, agar zaruriyat bo'lib telefon tutish to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, shu telefondagi bosh suratlarga diqqat qilish lozim. Ya'ni o'zining suratini chiqarmasligi, erlarmi, ayollarmi ziyorat qiladigan ommaviy aloqalar, ommaviy to'plarga hech bir zaruriyatsiz yaqinlashmasligi lozim. Bo'libmi o'zining bosh surati va yoki ayollikni bildiradigan ba'zi bir suratlar bilan bunda to'plarga kirmasligi lozim. Mush orqali eriningki obro'yini qo'g'dash kafolatga ega bo'ladi. Erning obro'yini qo'g'dash uchun ayol kishi ko'proq uyda o'ltirishi zarur bo'lib qoladi. Biz erning ayol ustidagi haqlarining qatorida ayol kishi erning uyda o'ltirishi degan edik. Endi hozir oilalarga telefon kirganlikdan ayollarning shu telefon orqali o'zini erlar dunyosiga namoyon qilishi o'xshash yana ko'chaga chiqqandek bo'ladi. Hatto ko'chaga chiqqandan betar ig'irroq natija keladi. Agar shu telefonda o'zini oshkor qilgan bo'lsa, o'zini namoyon qilgan bo'lsa, bu texama ko'chib cho'gilgandimi bekrak xatarli bo'ladi. Chunki buning ko'chaga chiqqan qarg'an vaqtida ko'radigan kishilarning ko'p bo'lganligi, musofisining uzun bo'lganligi sababli vallohu alam buning ziyni texama ig'ir. İmam Zahabi Tarixul İslam, yani İslam tarihi degan asarida Fatima binti Atar al-Baghdadiya haqida, yani mushu ayol haqida uning qarindishining mundaq bir rivoyati bayon qilingan. Fatima binti Atar uydan hayoti bo'yi faqat 3 qitimni chiqqan. Birisi to'y qilgan kuni talaga chiqqan. Majbur to'y qilgandan keyin erning uyiga ketadigan gap. Ikkinchi qitim talaga chiqqan vaqti haj qilgan kuni. Ka'batullohni ziyorat qilish uchun uydan chiqish kerak. Üçüncüsü vafot bo'lgan kuni. Meyiti qabriga dafn qilinish uchun jasadi uydan chiqish kerak. Demak, 2 qitimi hayot vaqtida, 1 qitim vafot bo'lgan vaqtida chiqqan ekan. Tirik altida 2 qitim chiqqan bo'ldi. Birisi to'y qilgan, yana birisi haj qilgan kuni deydi. Ondan o'zga vaqtlarda sirq chiqmagan ekan. Demak, mush orqali erning obro'yini, inovatini qo'g'dashga erishgani bo'ladi. Bu bugun biz to'xtaladigan erning ayol ustidagi haqqi. Erning ayol ustidagi 10-chi haqqi erning mol mulkini himoya qilish. Yuqorqi obro'yini inovat qilish erning ayol ustidagi ma'naviy haqqi bo'lgan bo'lsa, hamda bu erning mol mulkini himoya qilish bo'lsa, erning ayol ustidagi iqtisodiy moliy haqqi, moddiy haqqi desak bo'ladi. Haq yuqori dedik, 2 xil, moddiy haq, ma'naviy haq deb va erning obro'yini qo'g'dash va erning mol mulkini qo'g'dash bu bandaning haqqining qatoriga kiradi. Haq 4 xil. Haqqullah, Allohning haqqi, haqqul abd, bandaning haqqi, haqqun nafs, nafsining haqqi va haqqul mahluqat, bizga tava mahluqotlarning haqqi. Qo'y, kala, dal-daraxt deganlarning haqqi. Mana bu yerdagi yuqorida biz bayon qilgan erning obro'yini qo'g'dash va mol mulkini qo'g'dash bular bandaning haqqi. Bandaning haqqi Allohning haqqidan qosilan muhim o'rin turdi. Nafsining haqqidanmi va mahluqotlarning haqqidan ustun turdi. Endi erning haqqi bo'lib qolsa, bu texim bitariq ala Allohning haqqidan qolib qolsa ustun turdi. Yuqorqi biz tilovat qilib ketib ketgan astag'firullah hafizatun lil g'aybi bima hafizalloh degan oyatda eri yo'q vaqtida erning mol mulkini, obro'yini, haq huquqlarini qo'g'duvchi ayollardir degan shu solih ayollarning sifatida ham mana shu mol mulkini qo'g'dash ham shuni kirib ketadi.
eri yo'q vaqtida o'zining ippitini va erining mol-mulkini qo'g'duvchi ayollardir degan mazmun ham buni shikir qiladi. Yuqorida bayonqa hadisda ham shu, bu mazmun o'z ichiga ilindi. Va iza ghibta anha hafizatka fi nafsiha va malik. O ayollarning eng yaxshisi shunda ayolkin, qachani sen uyda bo'lmay qolsang, u ayol o'z nafsi borasida seni muhofazat qiluvchi, sening obro'yingga daxl tarj etkazgan ishlardan uzoq turuvchi va sening mol-mulkingni qo'g'duvchi ayoldir deydi. Bu hadisda ham erning mol-mulkini qo'g'dash solih ayollarning sifati ekanligi o'tirib qo'yilyapti. Erning mol-mulkini qo'g'dash, taqat yetgan miqdorda qo'g'dash ayol kishining ustiga vojib bo'lib tushadi. Buxoriyda kelgan Abdullah ibn Umar roziyallohu anhu